Tekşimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaşım. Nemini biz yoki nemini Obama izm deb ataymiz. Mavzuluq maqal 4-ayning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Maqola mundaq boshlandi. Washington tarixi uzun. Xalqaro munosabatlar sohasida hurmatga sazovor bo'lgan G'arbiy Atlantik jurnalining 4-sonida muxbir Jeffrey Goldberg'ning Obama izm mavzuliq maqolasi e'lon qilindi. Maqola dunyo vaziyati to'g'risida Prezident Obamaning ko'ngildagi qarashlarini va bu vaziyat ichida Amerikaning qanday rol o'ynaydiganligi to'g'risidagi qarashlarini cho'nqurlab xabar qilib, kishilarning Obama izmning tegi-taktini bilishiga topshirdi. Maqola e'lon qilinganda butun dunyoda qattiq diqqat qo'zg'adi. Prezident biz bugun bu maqolani faqat Jungo'ga munosabatli qismini vatandoshlarga tanishtiramiz. Prezident Obama yana 9-oyda vazifadan ayrildi. Muxbir Prezident Obamaga sizning vazifadan ayrilishdan burun qanday tahdiddan ansiraysiz deb savol qo'ydi. Muxbir Prezident Obamaga siz vazifadan ayrilishdan burun qanday tahdiddan ansiraysiz deb savol qo'ydi. Prezident Obama'nın cevabı mundaq bo'ldi. Yetib kelayotgan 20 yil ichida mening cho'nqur ansiraydiganim kelimat o'zgarishidir. Chunki kelimat o'zgarishining natijasi biz duch keladigan barliq boshqa masalalarga ta'sir ko'rsatadi. Sen eğer qurg'oqchilikni ko'rishing mumkin. Sen nayt eğer acharchilikni ko'rishing mumkin. Janubiy Osiyo ikkinchi quruqliqida va Osiyo dengiz boylarida texmi ko'p odamlar xonavayron bo'lishi mumkin. Moddiy buyumlarning yetarsiz bo'lishi, musofirlar to'lqini yoki musofirlarning ko'chishi, namratlik, kasallik qatorliq uzundan bir davomlashib kelayotgan masalalarni klimat o'zgarishi texmi og'irlashtirib o'tishi mumkin. Muxbir savol qo'ydi. Kelgusi bir necha 10 yil ichida qaysi davlat Amerikaga zo'r darajada xiris e'lon qilishi mumkin? Javob Prezident Obamaning javobi. Prezident Obama mundaq hisobladi. An'anaviy cho'ng davlatlar munosabatidan aytganda Amerika bilan Jungo'ning munosabati eng muhim munosabatdir. Agar biz munosabatni yaxshilasak, Jungo davomliq tinch yo'l bilan bosh ko'tarsa, undaqda Jungo iqtidorlik o'zliksiz o'sib berayotgan xalqaro tartiblarni qo'g'dashda mas'uliyatni biz bilan o'rtaq hoddiga olalaydigan hamkorlashuvchiga ega bo'lamiz. Demak, Jungo yuqoriqadek ishlar qila olasiz, biz uni bilan xalqaro ishlar, xalqaro tartiblarni qo'g'dashda hamkorlashuvchi bir davlatga ega bo'lamiz. Oxirdagi abzasga diqqat qiling vatandoshim. Agar Jungo mag'lub bo'ladigan bo'lsa, barliq sohalar bo'yicha mag'lub bo'ladigan bo'lsa, agar uning kelgusi taraqqiyot fuqarolarining talablarini qondira olmasa, millatchilikni tashkiliy prinsip qilib oladigan bo'lsa, agar Jungo og'ir mas'uliyatni ko'tara olmaydiganligini his qilib yetadigan bo'lsa, xalqaro tartibni qo'g'dash mas'uliyatini hoddiga ola olmaydigan bo'lsa, agar Jungo rayon doirasida ta'sir kuchiga ahamiyat beradigan bo'lsa, undaqda biz Jungo bilan o'ttirda to'qinishib qolmay, kelgusida yetib keladigan xirislarni hal qilish jihatda ham qiyin bo'ladiganligini bayqaymiz. Muxbir Goldaman, bu yerda diqqat qiling vatandoshim. Boshqa abzasning mazmuni hali qadak mana Jungo sen tinch yo'l bilan bosh ko'tarsang bu yaxshi gap deb qo'yibdi fikrni. Keyingi abzasi nima debdi? 4 jumla agar bog'lovchi orqali nima deydi? Agar bu shartlik jumla
agar sen millatchilikni prinsip qilib oladigan bo'lsang, agar mas'uliyatni o'zingga ololmasang, buni his qilsang, xalqaro tartibni qo'g'dash mas'uliyatni o'zingga ololmaydigan bo'lsang, o'zingga ololmaydigan bo'lsang, agar rayon doirasida ta'sir ko'rsatishni o'ylashib, boshqa ishlarni o'ylashmaydigan bo'lsang, undaqda bizning jungolar o'ttirdi, to'qinish bo'ladi. To'qinish bo'libli, to'qinish yuz berdi. To'qinish yuz beribli qolmay, majumlaga diqqat qiling, kelgusida yetib keladigan xiristlarni hal qilish jihatda ham qiyin bo'ladiganligini bayqaymiz. Kelgusida yetib keladigan xiristlar balki Jungo Amerika munosabatiga yetib keladigan xiristlar, yoki yakka holda Jungoga yetib keladigan xiristlar, yoki Jungoga yetib kelganligi uchun Amerikaga yetib keladigan, Amerika bir taraf qilmasa bo'lmaydigan xiristlar. Moshini hal qilishdanmi qiyinga to'xtaydiganligini bayqaysan. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlar yoki navbatdagi prezident Obama vaqtim Jungo siyosatini ashunday topshirdi degan gap. Birinchi abzasda oldingi shart tinch yo'l bilan bosh ko'tarishning shartlari. Ikkinchi abzasda oldingi shart, ya'ni shartlik jumlalarda agar bilan boshlangan shartlik jumlalarda Jungo sen buni bundaq qilishing, uni undaq qilishing kerak. Agar qilolmasang, boshda aniq aytibdi, agar mag'lub bo'ladigan bo'lsang, vaqti ish mana shundaq bo'ladi. Demek bir yerde hazır Prezident Obama Jungo'ga ikki yo'lni ko'rsatib beryapti vatandoshim. Savol: nurg'un kishilar Prezident Obama Jungo'ga ro'baro kelganda, bo'libmi Janubiy Jungo dengiz masalasida qattiq maydon qo'llanishini umid qiladi. Anlaşılan qaraganda Hillary Clinton xanım xususiy suhbatlarda mening navramning Jungo yetakchilik qiladigan bir dunyoda yashashini umid qilmayman deb ko'rsatgan ekan. Bu savolga Prezident Obama mundaq javob berdi. Men aniq aytsam, aciz, tahdid ichida qolgan Jungodan qo'rqamiz. G'alaba qilgan tinch yo'l bilan bosh ko'targan Jungodan qo'rqmaymiz. Ko'rdingizmi? Jungo ojiz bo'lib qolsa, undan qo'rqamiz. Chunki bu yerda 1 milliarddan ortiq nüfus va qo'shiqqa bir nima yeyish kerak. Eng oddiy tushundirsak, shunday tushundiramiz. Ammo g'alaba qilgan tinch yo'l bilan bosh ko'targan Jungodan qo'rqmaymiz. Tinch yo'l bilan bosh ko'targan Jungodan qo'rqmaymiz deganning ichida Uyg'urlarni qirg'in qilma, Tibetlarni qirg'in qilma, Shangonga tahdid ishlatma, Taybanga tahdid ishlatma. Mushlarning o'zimi bor. Mush gap bo'lmasa Jungon tinch yo'l bilan bosh ko'tarish nega qarqib aytilgan tinch yo'l bilan bosh ko'tarish bo'ladi? Bu atrofidagi Singapur 60 million nüfusi var bironi bununla qartilgan emas. Buning ichida Uyg'ur va Tibet va hammasiga qartilgan. Sen mush qatorda tinch yo'l bilan bosh ko'tarman desang, bularga chaqilmadi. Xalqaro masala manfaatlarga qo'rqmaymiz. Jungodan tinch yo'l bilan bosh ko'targan Jungodan qo'rqmaymiz. Jungoning harakatlari xalqaro manfaatlarga ziyon soladigan bo'lsa, diqqat vatandoshim. Bizning maydonimiz qat'iy va qattiq bo'lish kerak. Diqqat vatandoshim. Jungoning adda harakatlari, qiliqlari xalqaro manfaatlarga, xalqaroda hamma kishilarning manfaatiga, hamma millatlarning manfaatiga ziyon yetkazadigan bo'lsa, o vaqtda bizning maydonimiz qat'iy va qattiq bo'lish kerak. Bizning Janubiy Jungo dengizda qo'llangan harakatimizdan ko'rib olishga bo'ladiki, biz Osiyoda nurg'un davlatlarni harakat keltirib, Jungoni yetim qoldirdik. Prezident Obama dediki, biz nurg'un Osiyo davlatlarini harakatga keltirib, Jungoni yetim qoldirdik. Jungo cho'chib ketdi. Rastını aytganda bu harakatimizning ittifoqdoshlarimiz bilan bizning munosabatimizni kuchaytirishda foydasi intayin ko'p. Biz yuqorida Prezident Obamaning Goldberg muxbir apandiga bergan javobini, balki vazifa muddati 9 oy qolgan paytlarda bergan javobini yuqorida anglatdik. Demak, biz buni hozir navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati deb tushunsak bo'ldi. Konkretlashtirganda u boshqa bo'ldi. Hozir bu abstrakt qo'yilgan gap bo'lsin, ya'ni konkret qo'yilibdi. Buni Jungo siyosiy ikki yo'l. Tinch yo'l bilan bosh ko'tarsang marhamat. Agar dunyoda xalqaro jamiyatning manfaatlariga ziyon soladigan bo'lsang, o'ningga marhamat.
Bu fakat Cungo sen tallab alıdık ay yol. Biz sen tinç yoldan baş kötersen karşı alımız dedi. Senin garip kurvar kılışın biz için ziyallık, biz için tehdit değil. Tinç yoldan baş kötersen karşı alımız. Eğer tinç yoldan baş köter işte halımızsan o vakta bu yolunu sen üzen tallab alsan buludu değil. Prezident Obama.